Okalar, bilasizlar, ovga chiqqanmiz, adashmasam shu biz xohlagan inson shekilli. Okani to'xtatamiz. Tasodifiy inson o'zi to'xtatib, okamizdagi emotsiyani birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum, aka. Shu mikrofonni to'qib qo'yaman, qarshi bo'lmasangiz. Ismim Hikmatillo. Motor House ustaxonasini asoschisiman. Bitta yaxshilikka qo'l urganda, bitta qiynalgan insonni mashinasini, motorini remont qilib beramiz deb. Adashmasam Gulshitirdan ko'k tutun chiqyapti, motoringiz charchagan, a? Nimaga motor remont qildirmay yuribsiz? Sharoitdan kelib chiqib, bo'lsa qildiramiz deb yurgan. Mashinani nomeri 10 partiya ekan. Namangandanmisiz yoki Shu Toshkentdan qolgan. nima qilib yuribsiz biz tomonda? Zakaz bo'ladi, shu zakaz bo'yicha keladi. Oka, motorga sharoit yo'qligidan qilmay yuribsizmi yoki keyinroqqa surib yuribsizmi? Sharoitim yo'qligi uchun Mashinangizni motorini ehson tariqasida qilib bermoqchimiz. Xudo xolasa, mashinangizni bizga topshirasiz. Mashinani tashab, Oxongo'rga o'zingiz ketasiz. Akamizdan mashinani olib qolganmiz. Sizlar bilan birgalikda bu mashinani polni motorini remont qilamiz. Obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna qo'ying. Qanaqa qilib hissamni qo'shsam bo'ladi deysizmi? Okalar, bitta like bosib, yaqin tanishdagi yuborib turasizlar. Inshaalloh mashinani polni remont qilib, sizlar bilan birgalikda mashinani egalariga topshirib, bitta qiynalgan insonni ko'nglini oladigan bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi.